This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqanlar Amerikanın paytaxtı Washingtondan taqdirladigan Erkin Asya Radyosu'nun Uyğurca anlatışı. Bugün 6 sentabr Cuma günlük anlatışımızın riyasətçiligində mən İradə sizlər üçün xidmətdə. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə qısqa xəbərlər anlayısınızlar. Bugünkü qısqa xəbərlərimizni öz müxbirimiz Erkin tayarlagan. Angliya Parlamenti Avam Palatasının 5 sentabr günü ötküzülgən yığınında Xitayning kun taxta və to'qli avtomobil batareya materiallaridan polisilikon və litiy ishlab chiqarish sohasidagi Uyg'ur majburiy emgaki munozara qilingan. Xalqaro parlamentlar birlashmasining X e'lon qilgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha 5 sentabr Angliya Avam Palatasida Angliya hukumatining yeshil energiya plani muzokara qilinganda ba'zi parlament a'zolari Xitoyning kun taxta va litiylik batareya ishlab chiqarish sohasidagi Uyg'ur majburiy emgakini o'tirib qo'yib, hukumatning buningga qarshi tadbir olishini talab qilgan. Yig'inda palata a'zosi Ian Duncan Smith mutlaq zo'r salmoqdagi polisilikning Uyg'ur elida majburiy emgak orqali ishlab chiqarilganligi, hukumatning qullar emgakini cheklash qonuni bo'yicha bu mahsulotlarni cheklash uchun qanday tadbir olganligini so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda Angliyaning savdo ishlariga mas'ul davlat ministri Jonathan Reynold Duncan Smithning savoliga javob berib, ta'minlash zanjirining har qanday bir halqasida qullar emgakining bo'lmasligini kutadiganligi va talab qiladiganligiga qat'iy kafolat bergan. Albuki yig'inda Avam palata a'zosi Sarah Champion hukumatning yeshil energiya ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy emgakidan butunlay xoli bo'lishiga kafolatlik qilishini talab qilgan. Sarah Champion mundoq degan: "Shuni aytib, aniq hujjatlashganki, Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida kun taxti ta'minlash zanjiri nihoyatda sharmandalarcha majburiy emgakka tayinmoqda. Bu joyda Xitoy hukumati millionlagan Uyg'ur va Turkiy musulmonlarini diniy va millati sababidan sistemalik jazolayotdi." Sara Championning aytishicha, navbatda dunyodagi kun taxtiga ishlatilayotgan polisilikonning 35% Uyg'ur elida ishlab chiqarilmoqda ekan. U Angliyaning Amerikaga o'xshashla kuchli qonun chiqarib, Uyg'ur majburiy emgakida ishlab chiqarilgan yeshil energiya mahsulotlarini cheklash kerakligini aytgan. 5 sentabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda o'tkazilgan 2026 yillik Dunyo Longsi futbol musobaqasining Osiyo rayoni oldin tanlash musobaqasida Yaponiya komandasi 7-0 natija bilan Xitoy davlatlik futbol komandasini mutlaq ustunlikda yenggan. Bu qitimliq musobaqadagi qattiq mag'lubiyat Xitoy futbol mas'ullarini umidsizlikka patirgan. Shundaqla Xitoydagi ijtimoiy taratqularda qattiq g'ulg'ula paydo qilgan. Bu Xitoy davlatlik erlar futbol komandasining 2012-yili Braziliya futbol komandasi bilan bo'lgan musobaqada 8 ga qarshi 0 natija bilan o'tirib yetishidan bo'yanqi yana bir qitimliq futbol sachiligi bo'lib hisoblanmoqda. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning ichki qismida Yaponiyaga qarshi o'chmanlik targ'ib qilinib, Xitoy millatchilarining Yaponiyaga qarshi kayfiyati ulg'ayib ketgan. Shundaqla tashqi jihatda Yaponiyaga qarta harbiy qarshilik kuchaytirilgan bir paytda futbol sohasida yuz bergan bundaq og'ir mag'lubiyat Xitoy futbol mas'ullarining umid va g'ururini yer bilan yakson qilgan. Washington pochtasi gazetining bildirishicha, 2015 yili Xitoy raisi Xi Jinping xalqaro musobaqalarda qattiq mag'lub bo'lgan, yerlik musobaqalarda keng umumlashgan chiriklikning ta'siriga uchragan Xitoy davlatlik futbol komandasini qayta tartibga solish va kuchlantirishga va'da qilgan. Halbuki uning va'dasi aradan 10 yilga yaqin vaqt o'tibmi, bu qitim Tokioda o'tkazilgan musobaqada Xitoy davlatlik futbol komandasining Osiyodagi eng cho'ng tantarbiya va geosiyosiy raqibi Yaponiyaga qattiq o'tirib yetishini to'sib qololmagan.
İctimai taratquş suplarındakı xəbərlərə qaraganda, Xitay futbol məstəqlərinin müsabiqədən burun naq maydanda yanratqu arqılıq orun deyilmaydigan vəzifə, yengilmaydigan qiyinçilik, yo'qotolmaydigan düşmən yo'q deb şuar tovlağanlığı ma'lum bo'lmoqda. Musobaqadan keyin naq maydondagi bir to'p bu mastanlarning yig'lab turib, "Sen to'pni boshqalardek tepamagan taqdirdimi, odamni bo'lsimi tepsang bo'lmasmidi?" degan videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Washington pochtasining bildirishicha, Xitoy hukumat kanallari bu musobaqani naq maydondan taqitishni to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy ijtimoiy taratqush spolaridagi munozara to'xtamagan. Xabarda bir Xitoy to'r obzorchisining naqsha etish yoki hikoya so'zlash bilan futbolni taraqqiy qildirg'ili bo'lmaydi deganligi, yana bir to'r yozuvchisining futbolni o'zining yo'liga qo'yib berayli deganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro futbol birlashmasi Xitoy davlatlik erlar futbol komandasini dunyodagi futbol komandalarining daraja tizimligida 87-ci o'ringa tuzgan bo'lib, 1 milliard 400 million nopusi bo'lgan Xitoydek cho'ng davlat, hatto Karp dengizidagi Aran 150 ming nopusi bo'lgan Kurachow orolining muoqisida qolgan. Tayvan Ma'muriy Mahkamasi 5 sentabr Xitoyda ziyorat yoki tijoratda bo'layotgan Tayvan fuqarolarini Xitoy Kompartiyasining Xinjiangda o'rinlashtirgan faoliyatlariga qatnashmaslikni ogohlantirgan. Tayvan Ma'muriy Mahkamasining muvaqqat ayol bayonotchisi Julia Shi 5 sentabr payshanba kuni chaqirgan axborot yig'inida Tayvanliklarning Xitoyda sayohat yoki tijorat qilishiga qarshi ekanligi, Beijingning Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatayotganligini yoshirishda Tayvanliklardan foydalanmoqchi bo'layotganligini aytgan. Tabiiy vaqti gazetining bildirishicha, Julia Shi Tayvan hukumatining Beijingning Tayvanlik to'r aktivlari va tijoratchilarini Uyg'ur eliga oid Beijingga foydali mazmunlarni tarqatish va rayonga mablag' solishga rag'batlantirayotganligidan xabardor ekanligini bildirgan. Julia Shining Tayvanliklarning Xitoyda sayohat bo'lish yoki tijorat qilishining yo'shirin shaxsiy xavfi va obraziga yetkazadigan ziyon haqida ogohlantirganligi qayd qilinmoqda. Julia Shining bildirishicha, navbat Tayvan hukumat organlari buningga munosabatli vaziyatni atrofliq baholamoqda ekan. Tayvan Ma'muriy Mahkamasining bu ogohlantirishi bir Tayvan tijoratchilar umigining 19 sentabr Uyg'ur elida ziyoratda bo'lmoqchi bo'layotgan bir paytda e'lon qilingan. Tayvan vaqti gazetining qayd qilishicha, bir nafar Tayvan davlat xavfsizlik amaldori sobiq Tayvan prezidenti Ma Ying-jeou davrida Tayvan cho'ng quruqlik komitetining a'zosi bo'lgan bir sobiq hukumat amaldorining Tayvan mablag' solg'uvchilarini boshlab 19 sentabr Uyg'ur elida ziyoratda bo'lganligini aytgan. Xabarlarda bu amaldorning Xitoy xalqarodagi Uyg'ur majburiy emgaki va uning Rossiyaga yordam berishiga qarshi sadolardan qochish uchun o'tgan oydan boshlab Tayvan savdo o'maklarini Uyg'ur elida ziyoratda bo'lishga tashkillayotganligini bildirganligi qayd qilinmoqda. Bu amaldorning bildirishicha, Xitoyning maqsadi Tayvan korxonachilari orqali Xinjiang mahsulotlarining kelish manbasini yoshirish va rayonning paxta ishlab chiqarishiga mablag' jalb qilishgan. Amerika Bayden hukumati Xitoy qatorliq mustabid davlatlarning Amerika texnikasidan foydalanib, dunyo o'zak sanoatida yetakchi o'ringa chiqib olishdan saqlanish uchun halqiliq texnikalarning eksportini kontrol qilishni rasmiy yo'lga qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Savdo ministrligining 6 sentabr juma kuni e'lon qilgan yangi eksport kontrol qarori kvantum kompyuteri va uning zapchastlari, ilg'or tipliq o'zak ishlab chiqarish aslahalari, ba'zi metal va berikma metal tarkiblari hamda uning yumshoq detallari, shundaqla sun'iy aql texnikasida qo'llaniladigan yuqori iqtidorli o'zak va o'zak zapchastlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Amerika Savdo ministrligining qarorida bu siyosatning davlat xavfsizligi va tashqi siyosat sabablarining, shundaqla Amerikaning xalqaro sheriklari bilan bo'lgan muzokaralarning mahsuli ekanligi ta'kidlangan. Amerika CNBC kanalining xabarida bu cheklamaning dunyo miqyosidagi eksportni o'z ichiga oladiganligi, lekin Yaponiya, Gollandiyaga o'xshash davlatlarning burunqidakla bu cheklamadan xoli tutildiganligi qayd qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Savdo ministrligining sanoat bexatarligi idorasi texmi ko'p davlatlarning Amerikaga ergashib bu xil cheklash siyosatini yo'lga qo'yishni kutmoqda ekan. Xabarlarda Amerikaning bu qarori Xitoy o'zak ishlab chiqarish sanoatida ilgirlash hosil qilishga qattiq tirishchilik ko'rsatayotgan bir paytda yo'lga qo'yilganligi, uning nuqtali Xitoyni kontrol qilishni nishon qilganligi qayd qilinmoqda.
Xitoy kishilik huquq masalasida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanib qolmay, balki Amerika davlat xavfsizligi, texnologiya ustunligi va G'arbiy Tinch okean rayonidagi harbiy mavjudligi xiris qilib, Rossiya bilan birlikda uning Ikkinchi dunyo urushidan keyin qurgan yer shari tartibini o'zgartirishga urinmoqda ekan. Amerikaning xalqliq texnikalarni eksport qilishni kontrol qilishi Aqsaray davlat xavfsizlik maslahatchisi Jeyk Sallivanning texi yaqinida Xitoyni ziyorat qilib, Ши Цзиньпин bilan ko'rishning aqstil yo'lga qo'yilgan. Amerika hukumati texi buningdan 2 hafta avval Xitoyning bir qancha shirkatini eksport kontrol tizimiga kirgizgan bo'lib, Xitoy savdo ministrligi Amerikaning bu qarorini tipik bir taraflik jazolash va chegara halqagan qonun ijrochiligi deb ayblagan edi. 2017 yıldan başlap neçə min yıllık müstakil Uyghur tibabatçiligini Xitay tibabatçiligining tarmog'i deb e'lon qilib, Uyghur tibabati mutaxassislarini radikallik, bölgünçilik bilan ayblab bostirgan. Shundaqla Uyghur tibabatçiligini Xitay dori şirkatlarining kontrolligiga o'tkazib olgan Xitoy hukumatı oradan 7 yil o'tgandan keyin Uyghur elida Xitoy va milliy tibabati mutaxassislari sonliq ombiri qurgan. Şinjan gazetinin xabar qilishicha, navbatda Uyg'ur avtonom rayonluq dori boshqarish idorasi tarafidan qurilgan bu sonliq ombiriga Uyg'ur elining ichi va sirtidan 138 nafar Xitoy va milliy tibobatchilik mutaxassisi kirgizilgan ekan. Xabarda Uyg'ur elining ichi va sirtidagi tadqiqot o'rinlari, universitetlar, davolash apparatlari, korxona va munosabatli tarmoqlardan kelgan. Bu 138 nafar mutaxassisning dorigarlik, botanika, ishlab chiqarish sifatini boshqarish o'lchami, siyosat maslahatchisi, tizimlashni boshqarish qatorliq ko'p xil sohalarga chetildiganligi qayd qilingan bo'lsa-mu, ammo ulardan Uyg'urlarning qancha prosentni tashkil qilganligi tilga olinmagan. Xitoy hukumatining 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunida Uyg'ur tibobatchilik sohasi 220chilik radikallik va bo'lgunchilik bilan ayblanib bostirilgan sohalarning biri bo'lgan. Ayni vaqtda Uyg'ur milliy tibobatchilik sohasidagi nopozliq tadqiqotchilardan Xinjiang Meditsina universitetining mudiri doktor Xalmurat G'opar tutqun qilinib, hozirga qadar izderiki bo'lmagan. O'xshash bir vaqt yana dangliq Uyg'ur tibobatchilik markazlaridan Xotan Uyg'ur tibobatchilik oliy texnikumining nurg'un Uyg'ur mutaxassislari tutqun qilingan edi. Xinjiang gazetining qayd qilishicha, sonliq ma'lumot ombiriga kirgizilgan mutaxassislar avtonom rayonning dori qiliblashtirish qurilishi, qadimgi klassik reseptlar va Xitoy tibobati materiallarini qiliblaştırışda texnikalik yetakchilik fikri verir ekan. Shuningdek yana xizmat tartibi va texnikalik yetakchilik hujjatlarini tuzash, e'lon qilishdimi texnikalik maslahat berar ekan. Halbuki Xitoy doiralarining 2017 yildagi tutqunda nurg'un qadimgi Uyg'ur tibobati reseptlarining tartib elinib, Xitoy tadqiqot o'rinlari va shirkatlarining foydalanishiga o'tkazilganligi qayd qilinmoqda. Hörmətli radio dinləyicilər, Erkin Asiya Radiosu Uyğurca bölümünün cümə günlük anlatışı davam qılmaqda. Töndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu anlatışımızda öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan mühim uçurlar diqqətinizdə boladı. Hörmətli radio dinləyicilər, töndə diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmizin to'liq məzmunlarında bolsun. yıllık Dünya Lonqisi futbol müsabiqəsiga qatnashish salohiyatiga erishgan Asiyadagi 18 kuchli komandaning musobaqasi 5-sentabr kuni Tokioda boshlangan. Uning tunji qatimliq musobaqasi Yaponiya bilan Xitoy orasida o'tkazilgan. Xitoy komandasining bu musobaqada 7ga qarshi 0 dan iborat ig'ir mag'lubiyat bilan o'tirib etishi nihoyat zo'r g'ulg'ula qo'zg'ab, Xitoy ijtimoiy taratqullari va g'arb axborotlaridagi qiziq temalarning biri bo'lib qolgan. Tönde bu vaqtdagi təfsili məlumatni Germaniyadagi ixtiyari müxbirimiz Akramdan anglaysizlar. Texi aldınqı həftələr Xitayning kurashchi aeroplanları Yaponiya havo boshlig'iga tajovuz qilib kirib, ikki davlat o'rtasida jiddiy surkilish paydo qilgan edi. Mushundaq nozik bir vaziyatda 19-asrning oxirlari Yaponiya Xitoyni mag'lub qilgan Javo urushining futbolchi nusxasi Tokioda yuz berib, Xitoyni og'ir darajada umidsizlikka paturgan. Ba'zi Xitoylar ijtimoiy taratqularda
Biz putumuzning uchida ularning havo bo'shlig'iga kirgan edik. Ammo ular putining tapini bilan to'p kirgizib o'china oldi deyishgan. 2026 yillik Dünya Lonkisi futbol musobaqasi qatnashish salohiyatiga erishgan Osiyodagi 18 kuchli komandaning musobaqasi 5-sentabr kuni Tokioda boshlangan. Tunji qatimliq musobaqa Yaponiya bilan Xitoy davlat komandalari orasida o'tkazilgan. Musobaqaga 50 mingdan ortiq tomoshabin qatnashgan. Japan hatte alles im Griff, nur ein Abschluss von China und den konnte man eigentlich auch nicht wirklich einen Abschluss nennen. Futbol sahasidagi Javu urushi deb tasvirlangan bu musobaqada Yaponiya komandasi 0-ga qarshi 7 natija bilan Xitoy komandasini mag'lub qilgan. Kutilmagan bu mag'lubiyatdan ro'yi tushgan Xitoylar buni futbol tariximizdagi eng ichinishli mag'lubiyat deb atashgan. Germaniya To'lqinlar radiosi 6-sentabr e'lon qilgan Xitoy erlar futbol komandasi Yaponiya bilan bo'lgan jangda tarixdagi eng og'ir mag'lubiyatga uchirdi. Amaliy kuch farqi qanchalik nomli xabarda bayon qilishicha, Xitoyning markaziy televiziya stansiyalari bu musobaqani naq maydondan tarqatmagan. Ular Xitoy top mastanalarining bu haqdagi noroziliklarini biz yomon g'arazlik raqobatdan saqlanish uchun naq maydondan tarqatish huquqiga ziyoda pul xarjlashni xohlamdik degan javob bilan besiq turishga uringan. Biroq Xitoydagi ba'zi top mastanalari bu musobaqani boshqa kanallardan ko'rib 7-0 natijadan qattiq umidsizlangan. Xitoy davlat komandasining sobiq kapitani Fan Jiyimu ro'yi sunib, Huangpu daryosi yiroq bo'lmagan bo'lsa, o'zimni tashlab olatdim degan. Yevropa davlatlaridagi futbol havaskorlari orasida 1 milliard 400 million Xitoyning ichidan top tepalaydigan 11 odam chiqmaydi deydigan so'z bor ekan. Xabarda tasvirlashicha, Xitoy 30 yildan buyon davlatlik futbol komandasini kuchaytirish, xalqaro saviyaga yetkazish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, hozirga qadar Dünya Lonkisi futbol musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erisholmay kelgan. Hatto Osiyo Lonkisi futbol musobaqalarida natija qozonmagan. Xitoy rahbarlari davlatlik futbol komandasining trenerlarini poraxo'rlik jinoyatlari bilan turmaga tashlab, to'xtamay almashtirib turgan. Natijasi bo'lmagandan keyin oxiri chet ellik trenerlarni taklif qilishga boshlagan. Biroq ular chet ellik trenerlarga aslab pul xarjlagan chog'larda o'zlarining to'pchilarining badan sifatini nazarga ilishni unutib qolgan. Germaniyadagi jamoat arbobi Abdulmat Tursun apandining bildirishicha, Uyg'ur futbolchilarning badan sifati Xitoylarnikidan xilala yuqori bo'lib, agar Xitoy hokimiyati ularning qadrini bilib ishlatadigan bo'lsa, xalqarada bugünkidek osal ahvolga tushib qolmas ekan. Yıllardan beri Xitoyniki mayli taraqqiyot, mayli siyosat, mayli tantarbiya olsun, bütün ishida ilgarilik, saxtipazlik bo'lganlikin Xitoyniki bir narsada natija qozonishga qarshi turadigan, mag'lub bo'lsa qo'shiladigan ashta his tuyg'uni xalqning kalasida paydo qilgan. Tarixdan beri Xitoylar futbol musobaqasida hech qachon ustiga chiqolmadi. Yevropada olsun, bütün dünyadaki dağınlık komandalarda bir tane Xitoyninki tüzek közge görüngen bir futbolcusu yok. Asya'nın futbol musabakasının oturuğa çıkamaydı. Çünkü bu futbol musabakası adil merdanlarca oynaydıgan bir futbol musabakası oluşka bunun eşkandak ilimikler, sahtipazlik, hareketler kağı kelmeydi. Xitoy bu hareketlerini bunun işletemmegenligi için hiçbir zaman g'alaba qozonolmadi. Xitoyninki mag'lub bo'lishi, Yaponiyaninki g'alaba qozonishi butun dunyo xalqini suyundirdi. Agar Xitoy bilgan bo'lsa, shu birga yashayotgan Uyg'urlardan, Qozoqlardan, Qirg'izlardan ne talantli isil futbolchilar ayni vaqtida chiqqan, hali ham chiqyotdi. Mushlarga ko'ngil bo'lib, ahamiyat berib, ularning qadr-qimmatiga yetgan bo'lsa, bu xalqga tushib qolmadi, dunyoda o'zini ko'rsatgan bo'ladi. Germaniyadagi Uyg'ur ziyolisi Vali Tursun apandimu bu haqda o'z qarashlarini bayon qilib o'tdi.
Dünya futbol sahasida izchil mag'lub bo'lish tarixini yozib kelayotgan Xitoy davlat komandasi 7-0 natija bilan Yaponiya komandasiga mag'lub bo'lib, o'zining mag'lub sarkarda nomini hozircha qo'ldan bermaydiganligini yana bir qatim isbotladi. Xitoy futbolchiligi Xitoy millatchilaridan tarkib topgan futbolchilar orqali dunyo sahnasida o'rnini tiklayolmaydiganligi ko'zga yetganligi uchun Uyg'ur qatorliq boshqa millat topchilarini davlat komandalari va boshqa tarmoq komandalari qabul qilish orqali o'zini kuchlantirishni maqsad qilib sho'rvozlik qilgan bo'lsa-mu, lekin xalqlik paytlar kelganda yanala Uyg'ur millatidan bo'lgan boshqa topchi mayirlarni xalqlik maydonlarda tushirmaslik, ularni davlat komandalariga aldirab tanlamaslik qatorliq millatchilik xohishlari bilan yanala o'zining mag'lubiyatli tarixini izchil davomlashtirib kelmoqda. Dunyoda nopuzli kuchga aylanaman deb mushundaq bir jarchilayotgan paytda bu qitimqi mag'lubiyat ularning tasdiqga silingan eg'ir bir kachat bo'lib, millatchilikni yo'qotmay turib, mag'lubiyatdan qutlanmaydiganligini aniq ifodalab beryapti. Kulkilik bo'lgan yeri shuki, bu qitimqi musobaqani ko'rish uchun kelgan top mastanalarining bir qismi Xitoylar bo'lib, ular ustiga Yapon urushi mezgilidagi Xitoy kommunistlarining 8-armiyasining harbiy formalarini kiyib, Xitoyning davlat bayrog'ini ko'tarib maydonga kirgan. Bu millatchi Xitoy top mastanalari musobaqa jarayonida bu yil Yaponga qarshi urush g'alabasining 79 yilligi deb vaqirablanmay, Xitoy Markaziy tashviqot bo'limining vatanparvarlik shuari bo'lgan o'rinlayolmaydigan vazifaning borligiga ishonma, yengili bo'lmaydigan qiyinchilikning borligiga ishonma, yo'qotqili bo'lmaydigan dushmanning borligiga ishonma degan shuarlarni Karniy yirtilg'ichi tovlab tomoshabinlarning masxarasiga qolgan. Ammo Yapon komandasi 3 top urgandan keyin ularning bu asabiylarcha millatchilik shuarlari asta-asta paskoyga tushib, suslashib qolgan. Bu chog'da ular o'z komandasiga davomli madad berishib, yana boshdan kelayli degan naqshini o'qishga boshlagan. Buning foydasi bo'lmagandan keyin Xitoyning davlat she'rini o'qishga boshlagan. Buningmi foydasi bo'lmagan. Yaponlar orqa-orqadan 4 va 5 topni urib etgan. Rein in die Schlussphase, 87. Minute. Japan dachte gar nicht daran aufzuhören. Wieder Ito flankiert. G'ayrat qil, vaz kechma deb shuar to'lishayotgan millatchi Xitoy top mastanalari Yaponliklar 6 va 7 toplarni urganda texmo ro'yi tushib ketib, madad berishdan vaz kechgan va o'z komanda a'zolarini og'zini buzib, satlar bilan tillashga boshlagan. Buning bilan musobaqa maydonining kayfiyati buzilgan. Xabarda mundaq bayonlarga o'rin berilgan. Mubada Yaponiya top mastanalari ayni chog'dagi Yaponiya imperiyasining harbiy formasini kiygan, beliga xanjarni qistirgan, qo'lida shu zamonning bayrog'ini ko'targan qiyofatda kirgan bo'lsa edi, shuni tasavvur qilish tas emaski, Xitoy va boshqa davlatlarda keng ko'lamli namoyishlar qo'zg'algan. Hatto ular apu so'rashni talab qilishgan bo'ladi. Xabarda tilga ilishicha, Yaponiya komandasining 0ga qarshi 7 natijasi Xitoy komanda a'zolarining beshini qaytarib etgan. Musobaqa maydoniga g'adiyib kirishgan Xitoy topchilar musobaqa oxirlashib xiligacha nima qilishni bilolmay gangirab turib qilishgan. Xitoylar bu mag'lubiyatni hazm qilolmagan. Xitoy 8-armiyasining harbiy formalarini kiyib, Xitoyning davlat bayrog'ini ko'tarib, hayvat bilan cho'qon silishgan Xitoy top mastanalari salpiyib birdan ikkidan top maydonidan ayrilishgan. Musobaqaning bu natijasi butkul Xitoydagi top mastanalarini qattiq umidsizlantirgan. Qadrli radio anglovchilar, Xitoy futbol komandasining 7ga qarshi 0 natija bilan Yaponiyaga utirib qo'yganligi va bu haqdagi mulohazalarni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Akram anglatdi. Nyu-York штатының сабық башлығы Андрей Кумо ва нөвәттәге штат башлығы Кэти Хокулның қол астында мөһим вазифаларны өтеген Линда Сон исемле Xitoy ayol 9 ayning 3 kuni jasus gumondori bo'lib tutilgan. Jasus gumondori Linda Сон haqida yozilgan aybnomada deyilishicha, u Nyu-York shtat boshlig'ining Uyg'ur masalasini tilga ilishiga, Tayvan hukumati vakilining Nyu-York shtati boshlig'ining ishxonasiga kirishiga to'sqinlik qilgan. Tanda muxbirimiz Nurimanning bu vaqtda ishlagan tafsiliy xabari diqqatingizda bo'ladi. Nyu-York штатының növbətdəki штат başlığı Keyri Hokulның qol astida muavin ishxona başlığı bo'lib ishlagan Linda Sun 9 ayning 3 kuni Xitoy hukumatiga josuslik qilish jinoyati bilan ayblanib qo'lga ilindi.
Washington pochtasining Linda Sun haqida yozgan shu kungi xabariga asoslanganda 41 yoshlik Linda Sun 2018-yildan 2020-yilgacha Nyu-York shtatining sobiq boshlig'i Andrew Cuomoning qo'l ostida ishlagan. 2021-yildan 2022-yilgacha Nyu-York shtatining navbatdagi shtat boshlig'i Katie Hochulning qo'l ostida muavin ishxona boshlig'i bo'lib ishlagan. Uning yo'ldoshi 40 yoshlik Chris Hu dengiz mahsulotlari tijorati va pul muomala maslahatchilik xizmati bilan shug'ullanadigan kishi ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining muvaqqat yordamchi direktori Kristi Kurtisning Washington pochtasiga aytganlariga qaraganda, Sunning yo'ldoshi Hu atalmish tijorat orqali Linda Sunning Xitoy hukumatidan olgan pullarni yuygan. Chris Humo ayoli Linda Sun bilan birlikda qo'lga aylangan. 3-sentabr tushdan burun Nyu-York Brooklindagi Federatsiya sudida Linda Sun xizmatidagi qulaylikdan foydalanib, chet el hukumatining vakillari bilan hamkorlashish, viza aldamchiligi qilish, atkazchilik va pul yuyish qatorliq jinoyatlar bilan ayblangan. Ayıplash haqida texnik tafsiliy ma'lumotga erishish uchun ayıplashga qatnashgan Nyu-York Sharqiy rayonlik sud mahkamasining advokati John Mazulli bilan aloqalashdik. U bizga Linda Sun va yo'ldoshi Chris Hu haqida chiqarilgan 65 betlik aybnomani yo'llab berdi. Aybnomada Linda Sunning Xitoy hukumatining Amerika siyosatchilarining Uyg'urlar masalasidagi maydoniga ta'sir ko'rsatish fursatini qanday yaratib berganligi haqidagi mazmunlar tafsiliy yozilgan. Uningda mundaq deyilgan: 2021-yilning 5-ida yoki shu atrofda javobgar Linda Sun Xitoy Xalq Jumhuriyati konsulxonasini Siasion 2ning so'zining mazmunini shakllantirish imkoniyati bilan ta'minlagan. Ya'ni Xitoy konsulxonasining amaldoriga Siasion 2ning nutqining mazmunini oldin ko'rsatgan. Xitoy konsulxonasi amaldorining inkosiga asosan Linda Sun Siasion 2ning nutqidagi Xinjiangda qurilgan lagerlarda Xitoy hukumati tomonidan tutib turilayotgan Uyg'urlar haqidagi mazmunni chiqarib etgan. Aybnomada deyilishicha, Linda Sun 2021-yildan boshlab Xitoyning Nyu-Yorkdagi konsulxonasi bilan aloqalashib yurgan. 2021-yil 1-oyning 12-kuni yoki u kunning oldi keyinida Xitoy konsulxonasi amaldori Sundan Siasion 1 yoki Siasion 2ning yangi yilini tabriklab qisqa bir film ishlash ehtimolining bor yo'qligini so'ragan. Sun Xitoy amaldorining talabi bo'yicha Siasion 2ning yangi yilga beg'ishlagan "Yangi yilingizni tabriklaymiz, virusga qarshi birlikda kurash qilamiz" degan mazmundagi qisqa filmni ishlatkizgan. U yana Tayvan hukumati vakilining Nyu-York shtatining boshlig'i bilan uchrashishiga to'sqinlik qilgan. U yana Nyu-York shtatlik hukumatining Xitoyga aloqador ba'zi hujjatlarni yolg'ondan yasab chiqqan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining sobiq direktori Sophie Richardson bu vaqtda radiomizga so'z qilib mundaq dedi: What's no longer acceptable is to fail to stop and ask whether that Mushundaq jasusluq harakatlarining to'xtamasdan yuz berishini endi qabul qilib bo'lmaydi. Bu xil ahvol Amerika Xitoy orasidagi siyosiy muhit va tilga ilinayotgan nuqtaliq masalalarning o'zgarishi haqida bizni qayta o'ylantiradi. Mundaqcha aytganda, ba'zi siyosiyonlar o'z xohishi bilan Xitoy hukumatini qo'llaydi. Albatta, ular erkin fikr bayon qilish huquqiga ega, ammo Xitoy hukumatining har xil vositalar bilan maqsadli holda Amerika siyosiyonlarining siyosiy maydonini o'zgartirishga urinishni qabul qilib bo'lmaydi. Xitoy hukumati demokratik davlatlarning erkinlik sistemasidan yaxshi foydalanib ketyapti. Hozir muhim bo'lgani hukumatlarning bu xil ahvolga bo'lgan tunishini o'stirishi va ularning bilib bilmay Beijingning o'yinchiqiga aylanib qolmasligiga kafolatlik qilish. to make sure that they're not unwittingly or wittingly playing into Beijing's game. Washington pochtasi gazetining xabarida aytilishicha, Linda Sun Nyu-York shtatlik hukumatda 15 yil ishlagan. 2023-yili xizmatidan istifa bergan. Halbuki shtat boshlig'i Hokul ishxonasi bayonotchisining so'ziga qaraganda, hukumat uning xizmatidagi nomuvofiq qilmishlarni bayqaganligi uchun uni ishdan bo'shatgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Ilshad Hasan apandi bu vaqtda fikr bayon qilib, Linda Sunning qo'lga ilinishi Amerikaning Xitoy hukumatining Amerikadagi harakatlariga qattiq diqqat qilayotganligini ko'rsatganligini ta'kidladi. Oxiri Amerikaliklar uyg'unib, o'zining ishchiligiga singib kirgan kommunistning jasuslarini tutishni boshlaganligidan bir xil xush bo'ldim. Linda Sun, Xitoycha ismi Sun Wanmo deyman. Bu haqiqiy Amerikaning hukumatining ishiga kirib, Amerikaning siyosatini Xitoyning manfaatiga burayotgan jasuslar. Bularning ziyni naychton Amerikaning siyosatiga bo'libmi hozirgi Xitoy bilan bir xil raqobatda. Xitoy Amerikani cho'ktirmayotgan bunday sharoitda bularningki Amerikaga kelgan ziyni o cheksiz. Bu birinchi qitim bo'lmasligi mumkin. Sophie Richardson Ilshad apandining so'ziga qo'shimcha qilib mundaq dedi: There's very low literacy about, I think, the Chinese Communist Party and Xi Jinping's goals. Xitoy Kompartiyasining nishoni va Xi Jinpingning orzusi haqida tushuncha yanada yetarli emas.
Bugungi kunda har darajalik siyosiyonlarning har turli faoliyatlarga qatnashishini to'g'ri tushunishga bo'ladi, lekin Xitoy elchixonasi qo'llagan faoliyatlarga qatnashganda diqqat qilish kerak. Chinese embassy-backed events. Ilshat apandi oxirida muhojiratlik Uyg'urlarning atrofidagi josuslardan ehtiyot qilish kerakligini ta'kidladi. Menimcha Tibetlarning arasından tutdi, Xitoylarning bir nechini tutdi. Hamda Uyg'urlarning ishtiriki bir ikisini tutish növbəti keldi. Biz Uyghur cemiyetiga bir çoğun ziyan akivatqanlar. Çünkü bular har xil usullar bilan aramızda niza chiqarish, bir-birimizin soq saldırış, bölüş cemiyetimizni, Xitoyning tarafdarida turib, Xitoyning tashviqotini qilish, har xil faoliyatlar bilan Xitoyning manfaatiga ishlayotgan. Bu Uyghur cemiyetiga zo'r darajada ziyan akivatidi, davo ziyan akivatidi. Şununla bularni tutuşu mukarrar ko'rayotganlarimiz ya gumon qilayotganlarimiz faqat kichikleri. Faqatla azroq pul uchun puchur to'plab berayotganlari. Ama bularni tutishi lozim. Menimcha bir ishkini Uyg'urning orasidanmi tutadigan navbat yiqilishib, qadam-qadam yiqilishib kelib qoldi. Uzun qolmadi. Linda Sun va yo'ldoshi Keresxu sotda o'zlarining gunohsiz ekanligida ching turgan. Amerikadagi Xitoy elchixonasining bayonotchisi Liu Pingyu bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida o'zining bu deloning konkret tafsilotlaridan xabari yo'qligini aytgan. Linda Sun $1,500,000, yo'ldoshi Keresxu $500,000 kepillik puli bilan kepillikka qo'yib berilgan. Ular 9-oyning 25-kuni qayta sotlanadi ekan. Bu programmani Nur Iman tayyorladi. Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komitetining raisi Darya Yanık, BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarının Uyg'urlar haqidagi doklati e'lon qilinganligining 2 yillik munosabati bilan Turkiyaning Anatoliya agentligida fikr bayon qilgan. Bu Cumhur raisi Erdo'g'anning hokimiyat beshirigi Aq partiyadan bo'lgan bir parlament rahbarining tunji qatim BDTning doklatiga fikr bildirish bo'lib hisoblandi. Ma'lum bo'lishicha, Darya Yanık xonim Xitoyning Uyg'ur elidagi siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini aytgan. Tönde bunun təfsilatını Türkiye'de turuşluq ixtiyari muxbirimiz Erkin Tarım'dan anlaysılar. Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komitetining başlığı, Hakimiyet beşideki Adalet ve Terakkiyat Partiyasının parlament a'zosi, sobiq Türkiye Aile ve İctimai İşler Ministri Derya Yanık Hanım 3 Avgust günü Türkiye Devletlik Axbarat Organı bolgan Anadolu Haber Agentliğinin ziyaretini qabul qilib, Uyg'urlarning kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida fikr bayon qilgan. U o'tgan 2 yil ichida Xitoyning Uyg'ur elidagi yuqori besimliq siyosatida hech qanday o'zgarishning bo'lmaganligini ta'kidlagan. Darya Yanık xonimning bu bayonoti Anadolu Haber Agentligining turida e'lon qilingandan sirt ijtimoiy taratqulardami keng tarqatilgan. O mundaq degan. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı rapordan bahsediyorum. Bizim kişisel görüşlerimiz yahut işte herhangi bir yerdeki ileri sürülen iddialardan bahsetmiyorum. Men bu yerde Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari işxonasi e'lon qilgan doklat to'g'risida to'xtalmoqchiman. Yani bizning shaxsiy ko'zqarashlarimiz yoki ba'zi kishilar ilgari surayotgan bayonotlarni demoqchi emasman. Darya Yanık xonim Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari ishxonasi buningdan 2 yil ilgari bayon qilgan Uyg'ur elining kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi doklati to'g'risida to'xtalib mundaq degan. 1. Zorla yerinden etmenin yaygın olarak kullanıldığı, cezalandırma yöntemi olarak hapse atma, hapis cezasının çok yaygın bir ceza olarak Mezkur dokulatda Uyghur rayonida kishilarni o'z yurtidan ayirib, Xitoyning boshqa o'lkalarga majburiy yo'tkashning intayin umumlashib ketganligi, nurg'un kishilarni jazolab turmaga lagerlarga tashlaganligi va ayollarni tug'ish ve farzand ko'rish iqtidoridan mahrum qilganligi, kishilarning erkin yo'tkilish ve sayohat huquqining tortib olinganligi, hatto chet elga chiqish yoki Xitoyning ichki o'lkalarga berishning jinoyat sababi qilinganligi,
puhralarda dini itiqat erkinligining faqatli yo'qligi nuqtaliq bayon qilingan. Darya Yanıq Hanım Anadolu Haber Agentligiga yana mundaq degan. Geçen 2 yılda baktığımızda hiçbir değişikliğin olmadığını, şikayetlerin hala daha zorla kaybetmelerin hala daha devam ettiğini. Ötken 2 yıl içinde Uygurlarning kişilik hukuk vaziyetinde hiç kandak özgürüş bolmadı. Ulardan davamlıq arz şikayetler kelivatıdı. Uygur rayonunun nüfus kurulması da zor özgürüş boldu. Yani 1970 yıllarda nüfusunun 80%'ni yerlik Müslüman Uygurlar teşkil kılattı. Bugünkü günde Uygurlar bütün Uygur rayonu nüfusunun aran 40%'ni teşkil kılsa, Xitaylamı 40%'ni teşkil kılmakta. Demek ki rayonun nüfus kurulması sistemlik ve planlık halda özgertilmekte. Uygur elideki yığıveliş lagırıga solangan kişilerinin takdiri, Xitayning növbette Uygurlarga elip berivatkan ırkı kırgınçılığı ve kişilik hukuk siyasetini tekşürüş için məxsus bir gruppa kuruş hakkındaki bir teklif layihasi Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komiteti'ne sunulgan idi. 2023 yılı 7. ayının 3. günü İyi Partiyasının parlament azası Yüksel Selçuk Türkoğlu tarafından sunulgan bu teklif layihasi muzakir kılınıp Türkiye Parlamento'da İslam vehimesi ve ırkı kırgınçılıkka karıştırış komiteti resmi kurulgan idi. 7. ayının 14. günü bu komitet resmi hizmet başlagan idi. Şunundan keyin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendiçiligini küzütüş ve tekşürüş hizmeti mezkur komitetinin hizmet dairesi içine kirgizilgen idi. Biz Türkiye Parlamenti Kişilik Hukuk Komiteti başlığı Derya Yanıq Hanım'ның bayanatı doğrusunda köz karışını ilgileş için mezkur komitetinin azası parlament azası Yüksel Selçuk Türkoğlu efendi bilen telefon söhbet edip bardık. O mındak dedi. İslamofobi, ırkçılık, insan hakları ihlalleri diye bir komisyon kuruyor. İslam korkunçu ve ırkçılıkka karşı duruş komiteti kurulgan idi. Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendiçiligini küzütüş ve tekşürüş hizmeti mezkur komitetinin hizmet dairesi içine kirgizilgen idi. Bu komitet Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendiçiligini küzütüp kelivatıdı. 1,5 yıldan bu yankı küzütüşke karaganda bir özgürüş yok. Xitayning besim siyaseti davam kılıvatıdı. Başlığımız Derya Yanıq mı bunu oturgu koydu. Derya Yanıq Hanım 2023 yılı 7. ayda Türkiye'deki Şarkı Türkistan ammavi teşkilatlarının mesullerini öz işhanısında kubul kılganda özünün 1990 yıllarda İstanbul'da Ali Mektapta okuvatkan çağları da Uygur teşkilatlarının yığıllarına iştirak kılganlığını, Uygur meselesini yaxşı biladiganlığını, Uygurlarning bu taleplerinin əməliyleşi üçün qoludan kelgen işlerini kıldıganlığını bayan kılgan idi. Türkiye hükümeti 2009 yılı tuncu bulup 5. iyul Ürümçi kırgınçılığını ırkı kırgınçılık dep atagan. Şundakla Uygurlarga medet bergen idi. Halbuki keyinki mezgillerde Türkiye-Xitay münasebetinin terakkiyatı iki devlet oturusunda soda ticaret, pul muamele ve diplomatik kilişimlerinin tüzülüşü Türkiye'deki pul pahallığı İşsizlikning eşip menişi şuningdek Covid yuqumiga qarshi vaksinaning kemçil bo'lishi qatorliq bir yurish sabablar tufayli Türkiye hükümetining Xitoy bilan bo'lgan munosabati hamda Uyg'urlar haqidagi meydanidimi bir qancha qatim o'zgarishlar bo'ldi. Bu programmani Türkiye'ning poytaxti Anqaradan Erkin Tarim tayyorladi. Uyghur qız ayollarının Xitaylarga məcburi nikahlanishi Uyghur irqi qirg'inchiligining yana bir echinishliq yuzi deb qaralmoqda.
Toy yashirki Uyg'ur ərlərini asasən lagerlarga solğan dairlər dəsləb Uyg'ur Xitoy toylashishini ilgari suradigan siyosat va rag'batlantirish tadbirlarini hamda yana maxsus loyiq tonishtirish organlarini ishga solgan edi. Әмділікті болса, Қытай әрлерінің Uyghur қыз аяларыны xuddi tordan mal tanlagandek ko'rinishlari ijtimoiy taratquv süpürlarida maydonga kelmoqda. Uyg'urlarning g'ururiga tegadigan bu ko'rinishlarga diqqat qilib kelayotgan ba'zi mutaxassislar Uyg'urlarning kelgusida bu nikoh natijasida kelib chiqadigan yana murakkab agashma masalalarga yuzlanadiganligini analiz qilishmoqda. Tanda muxbirimiz Gülchehra tayyorlagan programma diqqətinizdə bolsun. Xitayning bir qism ijtimoiy taratqulardan navbatda Uyg'ur qizlarini oshkora bozorga soladigan Xitoy erlarining xuddi to'rlardan mol setib olgandek loyiq tanlash supulari orqali Uyg'ur qiz ayollarini xotinlik tanlayotganligi ifodalanadigan qisqalar tarqalishga boshladi. Uyg'urlarning vaziyatini aks ettirib beradigan ijtimoiy taratquv videolarini tanlab, chet ellardagi asosli ijtimoiy taratqularda ham berilib kelayotgan Amerikadagi lager shoidi Zumrat Davud yaqin kunlarda Facebook orqali tarqatgan qisqalarda bir loyiq tunishtirish supsini boshqaruvchisining bir qancha Uyg'ur ayollarini Sichuandagi bir 35 yoshli mashina remontchiligi qilgan Xitoy erga tunishtirayotganligi ifodalandi. 我在这边开车。你多大了？我35岁。这个1号刚好。他愿意来四川吗？ Bu Xitoy bir qancha Uyg'ur qiz cho'qanlar ichidan birinchi nomerlik Uyg'ur ayolga ko'zi tushganligini iyqmasdan aytdi. Bu Xitoy tonishtiriliyotgan Uyg'ur ayollarining ismini mi deyolmay birinchi nomer bo'ladi ekan deb orqadan uni Sichuanga kelishga qo'shilamdikan deb so'raydi. Uningga ulangan Xitoycha Uyg'urcha aralash bo'lmag'ur dialoglar kishini bearam qiladi. Mushu tariqada davomlashgan bu dialog orasida loyiq tonishtiruvchi ayol loyiq tonishtirish natijasini yuzi ko'rinmagan ammo ovozi anglanib turgan bir Xitoyga do'xlat qiladi. 他2个人嘛一起很难觉得也可以。 Bu qismlardagi diqqat qilishga tegishli nuqta shuki, Xitoy ijtimoiylashmoq taratqusida oshkora yo'lga qo'ygan bu Uyg'ur ayollarini Xitoy erlariga tonishtirish to'g'risida Uyg'ur ayollari haqiqiy suratlari bilan ko'rinsimi, ularga nomer qo'yilgan. Boshqaruvchining orqasida qizil lozunkaga Uyg'ur Xitoy to'ylish faoliyati degan xatlar yozilganligidan bu loyiq tonishtirish supsining Xitoy doiralari tomonidan o'rinlashtirilgan va boshqarilganligini oshkorlab berdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tadqiqot markazining direktori doktor Henrik Shejevskiy mundaq dedi. Chinese state media videos, government approved narratives and testimonies. Xitoyning ijtimoiy taraqqiy videolari va Xitoyning davlat boshqarishidagi tashviqot vositalaridan oshkorlangan Uyg'ur Xitoy to'ylishiga oid tashviqot videolaridan, shundaqla Uyg'ur lager shoidlarining guvohliklari Xitoy hukumatining 2017-yildan buyon Uyg'ur diyorida Uyg'ur ayollarini Xitoy erlarga to'y qilishga rag'batlantirish va majburlash vositalari orqali kuchaytirib berayotganligini aniq ko'rsatib bermoqda. Shundaqla sistemali holda millatlar aralashib to'y qilishni ilgari surishda Uyg'ur ayollarini bu xil jismoniy jihatdan assimilyatsiya qilish va rayonda millatlarning aralashib ketishini ilgari surish orqali muqimlikni ishga oshirishga vositaga aylantirganligining o'zi xalqaro irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish qonunida insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligi aniq ko'rsatilgan. Holbuki bular Xitoyning Uyg'ur ayollari üstündeki insaniyetga qarshi jinoyatlarni yana ilgirlagan holda davom qilayotganligini ko'rsatib bermoqda. Crimes that violate international human rights standards and they further contribute to the ongoing crimes against humanity. Bunun oldida Xitoy doiralarining Uyg'ur diyorida Xinjiang loyiq madaniyat tarqitish cheklik shirkatining maxsus Uyg'ur qizlarining Xitoy o'lkalariga berib turmushlik bo'lish uchun hukumat tomonidan loyihalangan loyiq tunishtirishni kasb qilgan supi ekanligi oshkorlangan edi. Xinjiang loyiq madaniyat cheklik shirkati qiziq liniyasining telefonini olgan mulozim muxbirimizga bu shirkatning bexatarlik idorasi hamda Urumchi xalq ishlari idorasining maxsus rag'batlantirib qo'llashi ostida mulozimat boshlaganligini oshkorlagan edi. Uyg'urlar uchrayotgan bostirishlar 21-asrdagi irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishi bilan ba'zi mutaxassislar buni oldingi asrda
İkinci Dünya urushi mezgilida Yahudilar uchirgan cho'ng qirg'inchilik bilan o'xshashliklarini va farqlarini selishtirib analiz qilmoqda. Uyghur ayollarının Xitoylarga məcburi nikohlanishdak ahvolga Yahudi cho'ng qirg'inchiligining tirik shohidlari qanday baho beradi? Natsistlar Germaniyasining Yahudilarga qarshi ilib borgan zo'r qirg'inchiligining tirik shohidlaridan Amerikadagi Sami Stigman apandi javob berib mundaq dedi. They will be indoctrinated. They will become Chinese. They will adapt the Chinese culture. How about their children? They will be Chinese. The kids will be. Xitoyga to'y qilgan bu Uyg'ur ayollari mang yo'shqa uchraydi, assimilyatsiya qilindi. Ularning Xitoy erdan tug'ilgan bolalari Xitoy bo'ladi. Natijada kelgusida Uyg'urlarga qarshi Xitoy uchun xizmat qiladi. Bu Xitoy hukumatining plani. Buning ta'siri 20 yillarda texnik gavdalik bo'ldi. Bu fojialar cho'ng qirg'inchilik uchirgan Yahudilardan yuz bergan. Kommunist hokimiyatidagi Sovet ittifoqidan yuz bergan. Afsus, ko'rib turibdimizki, uning ilib keladigan salbiy oqibatlari uzungacha davomlashadi. Communist countries, I know how they work. United States is recognizing, what is happening in other countries. But it's a communist country. You don't. Sami apandi yana Xitoyga mecburi nikohlangan Uyg'ur ayollarni xuddi mahbuslarga o'xshatdi. U mundaq dedi. It is a problem. They don't want to adapt to the Chinese culture. They will be tortured until they will. Bu ayollar xuddi mahbuslarga o'xshaydi. Ular Xitoyning assimilyatsiyasini butunlay qabul qilguncha to'xtamay ziyonkashlikka, xo'rlashga uchrashi mumkin. Bu bir cho'ng masala, ammo uni hal qilish yo'li haqida maslahat berishga ojizman. Buni faqat xalqaro o'rtaq tadbir orqali oxirlashtirish mumkin. Xitoyga majburiy uylanganlarning qo'yib berilishi uchun Amerika hukumati bosh bo'lib, hukumatlarni Xitoyga besim ishlatishni kuchaytirish kerak. United States and the Western countries. They have to be united, force the Chinese government to let them go. It's the only way. Gerçi Xitoy hukumati hozir Uyg'ur qiz ayollarni Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash vositalarini qo'llanganligini butunlay inkor qilib qolmay, hatto uni xuddi Uyg'ur ayollarining ixtiyorligi bilan yuz berayotgandek ko'rsatishga urinib kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoyga to'y qilib Xitoy o'lkalariga borgan bir qism Uyg'ur ayollarining ilgir tarqatgan videolaridan Uyg'ur ayollarining amaliyotda amalsizlikdan, himoyasizlikdan va har xil besimlardan hatto o'zlarining lagerlarga qamalgan ota yoki aka-inlarini qutqizib kelish uchun o'zini qurbon qilish badalida Xitoyga yotliq bo'lganligi hamda ularning Xitoy erlar tarafidan sodir qilingan xo'rliqlari oshkorlangan edi. Xitoycha to'rlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur rayonidagi Xitoylarga Uyg'ur va boshqa millat qizlaridan loyiq izlashni tijorat kasb qilib olgan bundaq shirkatlar navbatda hamma shaharlarda ko'plab qurilmoqda ekan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2022 yil 11 oyda e'lon qilgan Uyg'ur ayollarining majburiy to'ylashtirilishi Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi millatlararo to'ylashtirish siyosati sarlavlik cho'ng hajmlik dokladida Xitoy hukumati Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan to'ylashtirish siyosatini davlat siyosati sifatida sistemalik elib borganligini, amaliyotda bu bir assimilyatsiya siyosati va madaniyat qirg'inchiligining quroli ekanligi ko'rsatilgan edi. Markaziy Istanbuldagi Sharqi Turkiston inson haqlari kuzatish jamiyati e'lon qilgan Uyg'ur ayollarining haq-huquq dafsandichiliklari to'g'risida 2023 yillik dokladida Uyg'ur ayollarining Xitoy amonlik saqlash xodimlari tarafidan oyoq osti qilinishga uchrash, Xitoylar bilan majburiy to'y qilishga zo'rlash faktlar bilan ko'rsatilgan edi. Gerçi Uyg'urlar bilan Xitoylarning to'ylashish masalasiga oid aniq sonliq ma'lumot yo'q bo'lsa-mu, ammo bu masala yanada jiddiy inkas qo'zg'aydigan darajadagi og'ir masala ekanligi ma'lum. 31 avgust va 1 sentabr kunlari sobiq Sovet ittifoqining yimirilishi bilan mustaqillikni jakarlagan Qirg'iziston va O'zbekiston qatorliq davlatlarning mustaqillik bayrami. Bu xatir kuni bu davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarmo tantana bilan xatirlagan. Radiomiz ixtiyoriy muxbiri Feruzaning ziyoratini qabul qilgan kishilar sobiq Sovet ittifoqining yimirilishi natijasida har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlardamo milliy uyg'onish bo'lganligi va milliy kimligini jonlantirish harakatlarining kuchayganligini bildirgan.
Kanda Qirg'izistonda turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Feruzadan bu haqda ma'lumot anglaysizlar. 1991 yılının 31 avgust günü Qırğızistan, 1 sentyabr günü Özbekistan ittifaqdaş cumhuriyetleri Sabiq Sovet ittifaqıdan ayrılıp öz müstaqilligini jakarlagan edi. Milli müstaqillik O'rta Osiyoda yangidan tug'ilgan davlatlardagi asoslıq millatlarga emas, balki bu davlatlar yashaydigan Uyg'urlar uchunmi yangi mumkinchiliklarni yaratgan edi. Buning ro'shan belgilaridan biri O'rta Osiyo jumhuriyetlaridagi Uyg'ur jamoatida milliy kimlik tuyg'usining canlanışıdır. Uygurlarning tarixiy vatani bo'lgan Sharqiy Turkistonning sirtida eng ko'p Uyg'ur oilalari O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlarda yashaydi. Sabiq Sovet ittifoqi davrida Uyg'urlar chegara xalqigan bir millat bo'lish sifati bilan Sovet Xitoy orasidagi murakkab munosabatda geosiyosiy rolga ega xalq bo'lgan edi. Shu sababdanmi O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi Uyg'urlar Sovet davrida ma'lum madaniyat imtiyozlaridan behramon bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Stalinning 1930-yillarda bastırış siyasi jarayonida O'rta Osiyodagi qarindosh xalqlar bilan birlikda ig'ir fojialarni beshidan o'tkazgan. Milliy kimlikki deb sanda qilingan edi. Buning natijasida Qirg'iziston va O'zbekistondagi ko'plagan Uyg'urlar o'zlarini Qirg'iz yoki O'zbek deb tizimlatishga majbur bo'lgan edi. 1985-yili Gorbachov taxtga chiqqandan keyin Sobiq Sovetlar ittifoqida yangi islohotlar boshlanib, Sovet ittifoqi tarkibidagi milliy jumhuriyatlarda jiddiy o'zgarishlar maydonga keldi. 1991-yili Sobiq Sovetlar ittifoqi parchalanib, uning tarkibidagi har qaysi jumhuriyatlar orqa-orqadan mustaqillik jakarladi. O'zbekiston va Qirg'iziston jumhuriyatlarining mustaqillik bayrami munosabati bilan Markaziy Istanbuldagi Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birlashmasining raisi Hidoyatulloh O'g'uzxon apandi ijtimoiy taratqular orqali O'zbekiston va Qirg'iziston jumhuriyatining mustaqillik bayramini tabrikladi. Bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Hidoyatulloh O'g'uzxon apandi O'zbekiston va Qirg'izistonda nurg'un Uyg'ur oilalarining yashaganligini tilga oldi. U O'rta Osiyodagi qarindosh turkiy xalqlarning mustaqilligining Uyg'ur xalqiga umid va kuch bag'ishlaydiganligini bildirdi. Assalomu alaykum. 8-ayninki 31 Qirg'izistonning 1-sentyabr O'zbekistonninki mustaqil bo'lgan kuni. Bu davlat bayramini bizmi Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi bo'lishibdimiz bilan tabrikladik, tantana qildik. Bu tilaklarimizni ham ijtimoiy uchurlarda ham munosabatli rasmiy organlarga evet orqali bu tabriknomamizni sungan bo'ldik. Chunki O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa Turkiy jumhuriyatlar bizningki tarixdan buyon birlikda barabar o'xshash rayonda birga yashayotgan butun Turkiston jo'grafiyasida G'arbiy Turkiston, Sharqiy Turkiston rayonida birlikda yashayotgan bir qon qarindosh va kultur madaniyatimizmi bir bo'lgan qarindosh bir to'pluq. Bizningki o'tmishimizdami qadarimiz bir bo'lganda, bundan keyinmi balki bu qarindoshlarimiz bizdan burun mustaqillik erishdi. Bu biz uchun bir bishorat. İnşallah bular mustaqil bo'lgandek eng qisqa zamonda Sharqiy Turkiston xalqi bularning qarindoshlarimiz birga yashayotgan biz bilan tabiiyki bizmi bularning qarindoshi eng qisqa vaqtda Sharqiy Turkistonning mustaqil bir davlat bo'lganligi ishonamiz. Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan keyin bu davlatda yashaydigan Uyg'urlar mustaqil Qirg'izistonning asosiy qonuniga asosan o'zlarining tashkilotini qurdi. Ya'ni oldi bilan Qirg'iziston Uyg'urlarining ittifoq jamiyatini, orqadan Uyg'ur tilida nashr qilinadigan ittifoq gazetini chiqarishga boshladi. Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoatining aktiv a'zosi Dunyo Uyg'ur ayollar birligining Qirg'izistondagi raisi Chashma Muxtorova xonim Qirg'izistonning mustaqilligi bu davlatdagi Uyg'urlarga, shu jumladan Uyg'ur xonim-qizlariga bilim sohasida nurg'unlagan mumkinchiliklarni yaratib berganligini tilga oldi. 91-yili bo'ldi, mustaqil bo'lib o'z oldiga chiqdi Qirg'iziston. Shundan beri bu Uyg'ur xalqi, Uyg'ur ayollarga jiq yaxshi utuqlarga yetishdik. Bu yerda xalqaro assambleya qurildi. Bu yerda bo'lsa 20 dan ortiq millatlarniki vakillari o'tirdi. Shuning qatorida bizim Uyg'urlar ittifoq jamoati qurildik. Shu yerda eng birinchisi shu Uyg'urcha tilni uyushtirib, muallimlarga oylik to'lab, shu bolalarimizni o'rgatyotdi. Bu bir cho'ng bir yetishganlik deyman. Shu bolalarimiz bo'lsa yuqorqi universitetlarda, institutlarda o'qib, yuqorqi o'qish joylarida dars o'tadi. Buni ish qilib hamma yerda ishlaydi. Shu yetishganlik, cho'ng yetishganlik bo'ldik. Burun bo'lsa 91-yil burun o'qiganlar shu anda sanda bo'lib chiqadi. Hozir shunchalik qizlarimiz o'qiyotdi. Bu
Uyg'ur ayollariga shunchalik jiq mumkinchilik berdi. 31 avgust kuni Qirg'izistonning har qaysi joylarida tantanalik tabriklash faoliyatlari bo'lib o'tdi. Poytaxt Bishkek shahriga Rossiya va Yevropa ellardagi obraz cho'lponlari taklif qilingan bo'lsa, Issiqko'l, O'sh, Jalolobod viloyatlarida tantanalik xotirlash faoliyatlari uyushtirildi. Jalolobod shahridagi Uyg'urlarning ittifoq jamiyati raisi Alisher Nasiraxunov apandi ziyoratimizni qabul qilib, bu yillik mustaqillik bayramida Uyg'ur milliy usullarining birinchi bo'lib o'rindiganligi buning Jaloloboddagi Uyg'ur jamoatiga zo'r milliy iftixorlik his qildirganligini ta'kidladi. Qirg'iziston Respublikasining 30 yillik mustaqillik bayrami bilan hamda Qoraqirg'iz avtonomiya oblast tashkil bo'lganligining 100 yillik munosabati bilan hammanglarni muborakbod etaman. Bugun Jalolobod shahrida tarixiy voqea bo'ldi. Shahrimiz meri Ernestbek Abdujalilovich xalqimizni tabriklagandan keyin orqasidan qirg'iz tuqqanlarimizning madaniyat san'at usullarini taqdim qilishdi. Orqasidan birinchi bo'lib biz Uyg'ur san'atimizni xalqimizga taqdim qilindi. Bu nihoyatda bir Jalolobod oblastida bizga tarixiy voqea bo'ldi. Bu sharafni bizga yetkazgan Alloh taologa ming qatla shukr, hamd sanolar aytamiz va shahar meri Ernestbek Abdujalilovichni bizga ko'ngil burib, har diasporaning ichida birinchilardan bo'lib bizni san'atimizni taqdim qilishlikda tashabbus ko'rsatganligiga minnatdorchiligimizni Jalolobod oblast Uyg'urlar ittifoq jamiyatini nomidan hamda shaxsan men o'zimning nomimdan tashakkurlarimni izhor qilaman. Kelajakda vatanimiz Sharqi Turkistonda mana shunday mustaqillik bayramini xalqimiz bilan va boshqa millat vakillari bilan o'tkazishlikni Alloh taolo bizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. O'zbekiston Jumhuriyati 1-sentyabr kuni milliy mustaqillik bayramini nishonladi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi Uyg'urlar ko'p yillardan buyon tilga ilinmay kelgan bo'lib, hatto hukumat statistikasidami nopus soni aniq berilmay kelgan. 2016-yildan keyin yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyat beshiga kelishi bilan bu vaziyat o'zgargan. Toshkentda Uyg'ur madaniyat markazi qurilib, Uyg'ur tilida Taklimakan jurnali nashr qilinishga boshlagan. Shundaqla ko'plagan madaniy faoliyatlar o'tkaziladigan bo'lgan. Toshkentdagi Uyg'ur madaniyat markazining raisi Alimjon Zoyatov apandi ziyoratimizni qabul qilib, keyingi yillarda O'zbekiston hukumatı Jumhuriyat tavasidagi har qaysi millatlarga, jumladan Uyg'urlarga nurg'un mumkinchiliklarni yaratib berganligini tilga oldi. Shu mustaqilligimizda biz Uyg'urlarga bo'lgan nihoyatda e'tibor bag'rikengligi nihoyatda cho'ng bo'ldi. Sababi bizga ham taraflama hozir yordam beryotidi, iqtisod tarafdan ajratayotidi markazlarga. Oldin mundaqlar bo'lmagan ma'lum bir darajada iqtisod ajratib bizniki milliy san'atlarimizni, urf-odatlarimizni, bizga mansub bo'lgan kiyimlarimizni, Uyg'ur milliy kiyimlarimizni, sozlarimizni, so'z asboblarni elib shu Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur tili bo'yicha nihoyatda ish qilib rivojlantirishga, yoshlarga qoldirishga nihoyat cho'ng yordam beryotidi. Masalan, shu Uyg'ur madaniyat markazida ishlayotgan faollarga oylik beryotidi. Allohga shukr, nihoyatda chiroyli cho'ng o'zgarishlar bor. O'zbekiston Jumhuriyati Madaniyat ministrligining Ulgulik ansambli nomiga erishgan Elnur ansamblining badiiy rahbari Hakima Vilyamova xonim radiomiz ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur jamoatining Jumhuriyatning turli faoliyatlariga aktiv qatnashayotganligini va har xil taqdirnomalarga erishayotganligini bildirdi. O'zbekiston Respublikasining Mustaqillik kuni har yili biz uchun xushallik va g'urur kuni. Bu kun mamlakatimizning mustaqilligini, erkinligini va taraqqiyotini simboliz qiladi. Biz barliq xalqimiz bilan birgalikda bu tarixiy kunni cho'ng shodlik bilan nishonlaymiz. Bizni birlashtirgan do'stlik va o'zaro hurmat bizning jamiyatimizda yangi umidlar va fursatlar paydo bo'ladi. O'zbekistonda mush yashab kelayotgan 130 dan ortiq millat va illatlar qatorida bizning Uyg'ur millatiga ham davlatimizning e'tibori cho'ngdir, ko'pdir. Mana do'stliklar kuni shu bayramda bizning ham Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan insonlarning ko'p qatorlarining ko'krak nishonlari, do'stlik ordenlari bilan davlat rahbarimiz tomonidan taqdirlandi, tabriklandi. Ya'ni ham mana shu O'zbekiston millatimiz respublikamizning 33 yillik bayrami bilan Respublika Uyg'ur Milliy madaniyat markazi raisi Husan Iskandarov va Uyg'ur millatida aktiv, jon kuyar akamiz
Panayev Xalmurat akaga hurmat yesi medali bilan Qozog'iston mamlakatidan do'stlarimiz orqali tabriklandi. Ularning xizmatlari Uyg'ur madaniyatini saqlash va taraqqiy etkazishga zo'r ahamiyatga ega bo'lgan. Qozog'istondagi do'stlarimiz bizning mustaqillikka bo'lgan hurmatlarini ko'rsatish uchun hurmat yesi medali bilan medalni topshirdi. Bu medal do'stlik va hamkorlikning simvoli bo'lib, bizning ikki millatimiz orasida bo'lgan yaxshi munosabatlarni texnik mukammallashtirishga yordam berdi. Bu kun biz uchun milliy kimligimizni, madaniyatimizni va tariximizni ichib ko'rsatishning, shundaqla do'stligimizni mustahkamlashning muhim bir postidir. Qirg'iziston va keyingi yillarda O'zbekistondagi Uyg'urlar xalqarodagi Uyg'ur tashkilotlari, jumladan Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur akademiyasining faoliyatlariga aktivlik bilan qatnashmoqda, shundaqla a'zo bo'lmoqda. Shuning bilan bir vaqtda bu ikki jumhuriyatdagi Uyg'ur jamoati o'zlarining ona tili, madaniyati va milliy kimligini saqlab qolish ham rivojlantirish uchun jiddiy tirishchanliklarni ko'rsatmoqda. Bishkekdan Firuza tayyorladi. Yuqorida Washingtondan alçış beriyotgan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümünün 1 saatlik programlarını anladыңlar. Keyinki anlatışımızda görüşkice aman bolunlar. Hayır hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.